UBS Zakovat olimpiadasining bugungi manzili Yangiqo'rg'on tumani. Jamoalarga esa omad yor bo'lsin. UBS universitetining navbatdagi ijtimoiy loyihasi, ya'ni intellektual zakovat o'yinini Yangiqo'rg'on tuman bosqichini o'tkazyapmiz. Hayajon bo'ladi, o'quvchilik kelgandan keyin hayajon ular bilan teng bo'ladi hayajon. Nafaqat hozir, kelajakda ham zo'r bo'lsin, eng zo'ri bo'lsin. Maktabda o'quvchilar bilan birga o'zimiz savol-javob o'tkazamiz. Tayyorgarlik ham a'lo bo'lgan. Zakovat bu ijobiy fikrlash. UBS bilan ilmga yo'l oching. Qaysi hayvonni rasmini chizib kelgan deydi. Javob quyonni rasmini. Bir necha daqiqalardan keyin UBS fan olimpiadasi o'qituvchilar o'rtasida ishtirok uchun kirmoqchimiz. Hammamiz o'quvchilar o'yinga tayyormiz. Xudo xolasa finalda viloyatda ko'rishamiz. Bir vaqt tugadi. UBS'da finalda ko'rishguncha.